Aytishlaricha, ba'zi qo'ng'iroqlar endi yo'q joylardan keladi va men o'sha kecha telefonim soat 2:47 da jiringlaganini va eng yaqin do'stim Dostonning ismi yozilganini bildim. 2 yil oldin Farg'ona-Toshkent yo'lida avtohalokatda vafot etgan o'sha do'stim. Avvaliga men buni hazil yoki ehtimol nosozlik deb o'yladim. Lekin o'sha qo'ng'iroqning ovozi zulmatni tirik narsa kabi yorib o'tdi va meni yarim uyqudan muzlab qolgan ishonchsizlikka tortdi. Men o'ylashga ulgurmasdan javob berdim. Uning ismini pichirladim va statik orqali ingichka xirillagan ovoz eshitildi. Bu yer sovuq, Akmal. Men poyezdni topa olmayapman. Terim muzlab qoldi. Chiziq hushtak chaldi, keyin ochdi va meni kvartiramning guvillagan qorong'usida yolg'iz qoldirdi. Tepamdagi lampochka miltillab yorilib, ketkinchi ekranga tikilib o'tirdi. Ertasi kuni ertalab og'zimga bu tush bo'lsa kerak deb ishontirdim. Ammo qo'ng'iroq hali ham zinnamda. Har qanday narsa kabi haqiqiy edi. O'sha raqam, o'sha ism. Xatolik signalini kutib, qayta qo'ng'iroq qildim. Lekin telefon faqat tinimsiz jiringladi. Go'yo go'shakni qo'yishimni kutayotgan. Peshindan keyin Dostonning onasinikiga bordim. Unga aytganimda, u hatto hayron ham bo'lmadi. Shunchaki, agar yo'lidan adashsa, qo'ng'iroq qilishini va'da qilgan edi, dedi. O'sha kecha aybdorlik hissi meni chaynab yubordi. Shuning uchun men uning halokati sodir bo'lgan joyga yaqin eski poyezd hovlisiga qarab yo'l oldim. Yo'l bo'sh edi, havo chang va metall bilan to'lib toshgan edi. Keyin uzoqdan signal minorasi yonida Sovet davridagi telefon kabinasi, hali ham begona otlar orasida turgan xira toq sariq nurni ko'rdim. Go'shakni kimdir qo'yib yuborgandek sekin burdi. Men uni oldim. Guvohlik signali yo'q edi, faqat nafas olish ovozi, sayoz va yaqin. Keyin o'sha ovoz pichirladi. Kelma. Ular endi uxlamaydilar. Karnaydan statik qichqiriq eshitildi. Men telefonni tashlab orqaga qaytdim. Cho'ntagimda yana qo'ng'iroq chalindi. O'sha raqam, o'sha vaqtda, soat 2:59. Dars ketgan ekranda yangi xabar paydo bo'ldi. Poyezd soat 3:00 yetib keladi. Yer titradi. Shamol birdan esib, tunni ko'zni qamashtiruvchi faralar yoritganida men relslarga o'girildim. Zulmatdan poyezd gumburladi. Hushtak ham, dvigatel shovqini ham yo'q. Shunchaki metallning kichirlashi va shunchalik sovuq havo oqimi eshitildiki, uni kuydirib yubordi. Eshiklar hushtak chalib ochildi. Ichkarida harakatsiz shaxslar qatori, soyada yarim yashiringan yuzlar, oynadek yaltiragan ko'zlar bor edi. Eshik oldida Doston kiyimlari yirtilgan va kuygan holda, og'zi sekin. Harakatlanib javob berdingiz, uka. Javob bermasligingiz kerak edi, degan so'zlar atrofida aylanardi. Keyin hamma narsa qorayib ketdi. O'zimga kelganimda shagal ustida yotgan edim. Relslar bo'sh, yonimdagi telefonimda qo'ng'iroq tugadi, yozuvi ko'rsatilgan edi. Kaftimdagi kuyishlar bu tush emasligini isbotladi. Hech kimga aytmadim, lekin keyinroq telekommunikatsiya ofisidagi bir do'stim yozuvlarni tekshirib, qo'ng'iroq Farg'ona markaziy stansiyasidan kelganiga qasam ichdi. 1991 yildan beri yopiq bo'lgan joy. O'sha kecha men u yerga bordim. Aqlimga sigmasdi. Qorong'u zalda eski taksofonning zaifgina guvillayotganini ko'rdim. Telefonni ko'targanimda bolaning ovozi xirilladi va "Bu yer sovuq, Akmal", dedi. Keyin esa telefon uzilib qoldi. Shundan so'ng qo'ng'iroqlar bir necha kechada bir marta qaytarildi. O'sha soatda, o'sha raqamda. Ba'zan o'zimning yozib olgan ovozim menga javob berardi. Ba'zan esa faqat gildiraklarning past ovozi eshitilardi. Men telefonlarni sindirib tashladim, sim kartalarni almashtirdim, shaharlarni ko'chirdim, lekin qo'ng'iroq meni doim topib turardi. O'tgan hafta 3 yillik sukunatdan so'ng u yana boshlandi. Eshigim ostiga yozuv qo'yildi. Kelish tasdiqlandi. 2:47. Telefon jiringlaganda qo'ng'iroq qiluvchining id raqami noma'lum deb yozilgan edi, lekin men kimligini allaqachon bilardim. Men javob bermadim. Qo'ng'iroq to'xtadi. Keyin xonaning narigi tomonidagi uzilgan shahar telefonidan yana boshlandi. Hozir men buni yozayotganimda u jiringlayapti. Yumshoq va sabrli, ohang po'lat relslar kabi qorong'ulikka cho'zilgan va men Farg'onaning tagida biron bir joyda poyezd hali ham kutayotganini. Uning vagonlari oldimda javob bergan barcha ovozlar bilan to'la ekanligini bilaman va nihoyat qo'limni ko'targanimda ulardan biri menga chiqish vaqti kelganini aytadi.